Shoshilinch xabar: Toshkentda Cobalt YTHga uchrab yonib ketdi. Bugun 1-yanvarga o'tar kechasi Toshkent shahrida Cobalt boshqa avtomobil bilan to'qnashishi oqibatida yonib ketdi. Bu haqda poytaxt Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 1:59 o'tgan vaqtda Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida 85/1 uyi qarshisida ikki avtomobil yo'l-transport hodisasi sodir etgani, to'qnashuv oqibatida Cobalt avtomobili yonayotgani to'g'risida Toshkent shahar FBBga xabar tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 2:08 da yetib borib, yong'in soat 2:14 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Yashnobod tumanida Lacetti va Nexia 3 mashinalar to'qnashib ketishi oqibatida Nexia yo'lovchisi vafot etgandi.